Senga ham agar povod bersa bor-ku, voy, onasini yemsan. Yo'q. Bor-borasan. Nega shunchalik ammasini yaxshi ko'radi bu? Ammam yaxshi ko'raman, chunki mana ammam darsga boradi, yaxshi uradi. Ammasi bor-ku, bir xilda mamnaqa bo'lib qolar ekan kechqurunlar. Qolar ekan ammasi. Qachon bunaqa bo'ladi o'zi? Alloh, Ayting, o'ziga unaqa bo'lmaydi. bo'lmaydi unaqa. Tavba qildim, ammasi jinniroqmi? Voy, charchab ketdi. Bo'pti, ammang yaxshimi? Bo'ldi, ammang zo'rmi? To'kib yesa yeversin, jasi plyusiz qilaveradi. Xo'p? To'kib yemaydi. Bo'pti. To'ksa ham plyusiz qilasan. To'kmaydi, dada, eshiting. To'kmay yeydi o'zi. Aytib qo'yasan akasi. Dastoyda yeydi, sekin o'tirib yeydi. Mehmonga kelgan bo'lsa. Agar yonida anu kichkina baryab qizi bo'lsa, to'kilib ketar ekan. To'kilib ketar ekan, Ha. U Maryam to'kvoradi-da. Kichkinada endi u. U katta bo'lsa u ham to'kmaydi. Maryam yaxshimi? Maryam ham ko'tib urib-urvaring bir qilsa. Yo'q, Urmaymi? yo'q urmang. To'kvasi opajon plyusos qilaveradi. Abdulloh to'kvorsa nima qilay? Uni ham plyusos qiladi. Urmaymi uni ham? Kichkina bolalarni urib bo'lmaydi, bola. Yonam o'zim, Alloh bergan. Ammamni eshiting. Voy, xo'p, ammangni mantinga o'tkazib qo'yaman kelsa. Mani gapimni eshiting. Ko'pachani 8 qavat sol. Ko'pashani 8 qavat so'yasizlar. Ammangga 5 qavat so'rasizlar. ammang qarib qolganda unga go'shtlar, somsalar, kolbasalar ammang yaxshi ko'radi-ku. Kim olib boradi katta bo'lganda? Zalga bitta qarang. Zalga bitta qarang, dastingni. Yo, ammangga ovqat kim olib boradi qariganda?